любой virusga, ya'niki yo'tal, po'tal, shamollash olamiz. Kurkuma tashlaymiz. Tashladik kurkumani. Ko'ryapsizlarmi? Endi bo'lsa olamiz qora murch. Qora murch. Oldingizda buni nima qilamiz? Buni maydalab olamiz. Mana maydalangani, tayyora. Soldik. Ko'rdingizmi? Ozroqgina soldik. Mana 2-3 minut qaynatasiz. Ko'p emas. 2-3 minut, 5 minutdan ko'p ana bo'lmasin, ortmasin. Kelishdikmi? И на русском языке тоже объясню. Как я говорил, возьмете воду, добавите куркуму, одну чайную ложку, добавите измельченный черный перец, прокипятить не более 5 минут. Все, закончили. Прокипятили. Вот, хуллас. Солонда. Если есть домашнее топленое масло, яники, добавьте. А у меня сейчас нет, я сливочное натуральное масло. Slivochini добавлю. Во. Sariyog' qo'shishingiz mumkin. Sariyog', ya'ni uyda nima qilingan. Xohlasangiz asal qo'shing. Asaldagi allergiyasi bo'lmaganlar. Tushundingizmi? Любой yo'tal, gripp, hozirgi viruslarga ko'zini chiqaraveradi. А теперь на русском языке. Можете это куркума, немножко щепоточку черный перец. Добавьте топленое масло, если есть. Желательно с медочком. Это пейте, пожалуйста. Хорошо? Еще одно видео есть. Я сделаю сейчас по-другому. Без куркумы. Xohlasangiz asal solasiz. Xohlasangiz. Bismillah. Faqat anavilarga mumkin emas. Homiladorlarga. Achchiqqina bo'lsin, ana uni ko'proq solinglar. Qora mushti. Vo, terlatadi, maza qilib o'rasizlar.